Zangiota tumaniga kelib olganmiz. Xonamizdan 15 km uzoqlikda dispni chaqirishgan xudo xolasa. Cobalt mashinasini Bilezin Dalniy tumaniga starollariga общий letlarni ustunovka qilamiz. Sveti zaslonka tozalab almashtiramiz xudo xolasa. Eshiklarni regulировка qilamiz. Hamma xizmatlarni kompleks bitkazib beramiz. Hozir ko'rsatamiz. Zimmerdan Y7D modeli xudo xolasa yorishlari yarki Bilezin Dalniylar zo'r tushadi. Sifatli bo'lgan letlarni hozir joylariga qo'yamiz. O'zini zavodskiy o'rniga tushadigan bagaj shkafga qo'yamiz hozir. Yana bu mashinaga qo'shimcha bagaj bosti ochiladi. Sudatchilarni o'rnatib qo'yganmiz. Hammasi joyida mashina ichida xudo xolasa. Mashinada obrotlar o'ynayotgan ekan. Mana zaslonkani foizi 20% bo'lib ketgan. Shuni hisobiga hozir yechamiz. Svechlarni almashtiramiz xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Qolgan hamma narsasi joyida. Zaslonkasi to'lgan. Xudo xolasa buni top-toza qilib hozir joylashtiramiz, joyga qo'yamiz. 4 ta svechani yechib olganmiz. Kuyib, ahvoli og'ir bo'lib ketgan. 4 ta yangi svechni ustunovka qo'yamiz. Razgomlari o'zgaradi, benzin rasxodlari kamayadi, mashinaning yurishlari zo'r bo'ladi xudo xolasa. Mana hamma ishimiz ko'chada vizit kiritot. Zavoddan chiqqan hamma sarolamishlarni o'rniga ustunovka qilib qo'yganmiz. Bir tekisda hamma ishlarimiz chiroyli bitdi. Xizmatli bo'lsa, kelaolmasangiz borib ham qo'yadigan xizmatlarimiz bor. Salom.